jonim bo'lsa yig'lamang unaqa. Men ham yig'lab yuboraman hozir. Shiringina yotishini qarang. Oyijonisini bitta qizlari bor ekan. Ko'ks artrozlari, ya'ni bo'g'im yemirilishi bo'ladi. Bu homiladorlarda o'z aslida ko'p uchraydi, e'tiborli bo'linglar. Tazlarda og'riq beradi rosa, lekin darrov panikaga tushib ketmanglar. Endi hamma tazi og'riydiganlar. Ana shu sababli faqat bitta dona tug'ishga ruxsatlari bo'lgan. Sog'liqlari sababli skriningga tushganlar, ko'ngillari to'lmagan, jinslarni ham etmagan ekanlar. Biz kimmiz oyijonlar? Ko'ryapsizlarmi? Biz 100% emas, 1000% o'g'il bolamiz. Allohga shukr. Xursandchiligingizga sherikman.